Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Asqalu şey fil mizanil xuluqil hasan." Yaxşı xuluq qiyomat kunida o'lchovda eng og'ir bo'lar. Ko'rasizmi, subhanalloh. Ko'pmi hadis endi o'qidik yaxshi xuluq turunda. Ham shundan chiqib biz aytamiz, islom dini, Alloh va uning elchisi bizni narsaga chaqira? Yovuzlikqami, adilsizlikmi, zulmlikmi? Yo'q, albatta bu islom dinidan tugil. Islom dini bizni chaqira yaxshi xuluqqa, egilikka, marhamatlilikka, ham adillikka. Ham bu hadisdan biz bildik narsa qiyomat kunida bo'lajak o'lchov, mizan. Ham shu mizanda o'lchovda kishilarning amallarini o'lchayacaklar. Shulay amal daftarlarini, hatto kishining o'zini o'lchayacaklar. Ham kishining agarda kishining o'zini o'lchaganda kishining amallari ne qadar yaxshi amallari ko'proq bo'lsa, ham bu kishi shunga og'irroq bo'lar. Ham shulay bu hadisda narsa aytdik, yaxshi xuluq o'lchovda eng og'iri bo'lar. Shunga ko'ra biz tirishirga tegish narsaga yaxshi xuluqli bo'lirga. Yaxshi xuluqli bo'lirga, yaxshi amallar qilirga. Ham noshar, chiroq amallardan saqlanirga, yiroqda bo'lirga, chunki qiyomat kuni kelib yetishak. Ham bizni mizanda o'lchayacaklar.